Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda aytadilar: "Inna bani Isroil iftaraqu ala 71 firqa." Banu Isroil 71 firqaga bo'linib ketdi. Va la tafarraqal ummati ala 73 firqa. Meni ummatim esa 73 firqaga bo'linadi. Ya'ni ba'zi bir rivoyatlarda Nasroniylar 72 ga firqaga bo'lingani haqida ham xabarlar bor. Kulluha finnarin illa wahida. Mana shu meni ummatimdan 73 firqaga bo'linganlardan bittasidan tashqari hammasi 72 tasi jahannamda dedilar Rasululloh. E'tiqodda toyilib ketishlik sababidan bu odamlar jahannamga kirishini aytganlar. Shunda ashoblar nima u, qaysi jamoat ana shu 73 tadan qaysinisi najotga erishadi deganida payg'ambarimiz aytdilar: "Bugun men va mening ashobim tutgan yo'lni tutganlar" dedilar. Imom Termiziy rivoyat. Ana shu najot topgan firqa birodarlar ahli sunna val jamoa deyiladi. Tarjimasi ahli sunna degani sunnat yo'lini ushlaganlar, sunnatni tutganlar, val jamoa degani musulmonlarning asosiy katta qismi deyiladi. Demak, ahli sunna val jamoa degan so'zi ma'nosi sunnatni payg'ambarimiz yo'lini ushlagan musulmonlarning katta qismi. Payg'ambarimiz aytganlar, agar ixtilofni ko'rsanglar, savodul azamni o'zingizlarga lozim tutinglar deganlar. Savodul azam nima? Deyilsa, musulmonlarning katta qismi. Mana 1200-1300 yildan beri birodarlar musulmonlarning katta qismi aqidada Imom Moturidiyning, Imom Ashariyning yo'lini tutib kelgan. Fiqh yo'nalishida 4 ta mazhabdan bittasini ushlagan. Darsimizni xulosasi oxirida aytishim kerak, hozir aytib qo'yaman. Ahli sunna va jamoa ekanligingizni dalili nima desa, aqidada mana ikkala maktabdan bittasini ushlaysiz, fiqh yo'nalishida to'rovdan bittasini ushlaysiz. Shunda siz ahli sunnasiz. Yana fiqhul akbarning sharhida keladi: ikkala qaynotani hammadan afzal ko'rsang, ikkala kuyovni yaxshi ko'rsang, sen ahli sunnasan deyiladi. Ikkita qaynota kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qaynotalari va ashablari bo'lgan, sohiblari bo'lgan Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Hattob. Bu ikkala kishining qiziga, ikkala sahobaning qiziga payg'ambarimiz uylangan, Rasulullohga ular qaynota bo'lishgan. Endi ikkita kuyov Usmon ibn Affon va Ali ibn Abi Taliblar. Bu ikkala sahobasiga payg'ambarimiz qizini berganlar. Chunki Abu Bakr Siddiqni ham Umar roziyallohu anhuni ham so'kadiganlar bor. Kalima keltirib turib o'zini musulmon degan ayrim firqalar, toifalar. Tushunarli bo'ldimi? Biz yaxshi ko'ramiz-a, ikkov qaynotani ham, ikkov kuyovni ham. Payg'ambarimiz sollallohu